Krashenniy spalniy mebellar qimmat bo'ladi. Detskiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Sababi interyer dizayner beradi. Xuddi o'sha narsani biz chiqarib beramiz. Bu proyektimiz ham Qo'qon shahrida joylashgan. Bizga proyekt berilgan va o'zimiz ham qo'shimcha qilib mana shu shkaf qilganmiz va bu yoqda parta joyi. Endi har bitta dizaynda ham hamma narsa ham ideal chiqib ketavermaydi. Balandligi 240, eniga ham 240. Listi razmeri o'zi 280 ga 207 bo'ladi. Endi buni Qo'qondan katta yuk mashinaga ortib, olib chiqib, ikkinchi etajga olib chiqishlarini hisobini olish kerak-da. Iloji yo'q, bunga ulov tushirish kerak. Endi ulov tushirildi, malyarka qilindi, ozginadan keyin mana shu ozgina treshini berdi. Endi buni nima yo'li bor deydigan bo'lsa, mana shu narsani boshqatdan shpaklovka tortib turib, mana shu narsani joyida biz bo'yib berishga keldik. Ertalab soat 10 da ish boshlangan, hozir kechqurun soat 7 bo'ldi, haligacha davom etyapti. Endi joyi kelib qoladi, hammasi mana shunaqa apkleyka qilinadi va ulog'ini yana bitta shukurka qilib turib, bitta qilib seforishimizga to'g'ri keladi. Bu narsani nimaga olyapman? Mana shunaqa holatlar kelib qoladi. Bu narsa umuman oldindan uchotga olinmaydi. Bu narsani opti bor, showroomi bor, sexi bor, ancha yildan beri ishlayotgan odamlar bu narsani shunday qoldirib ketmaydi. Qo'qon bo'ladimi, boshqa viloyat bo'ladimi, joyiga borib, mana shu narsani idealgacha qilib beradi. O'shaning uchun boshida narx-navo berayotgan paytida bunda bunaqa ekan deb gapirish menimcha shart emas deb o'ylaymiz. Biz ham boshida hammasini hisobini olib narxini aytamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.